Azad. Kuzumlar! Oppa! Oppa! Vaycan! Avi! Hey soldak! Avi! Yani sen mi ba asker? Artık işe arlaşmasan bir seni kaça depti. Kolum bekle ağrıp gidiyordu. Ölüp gidemezmi? Biz aeroplanın uçuşçular bölümünü tepişimiz gerek. Bu yerde doktor var mı? Aranlarda doktor var mı? Sizler mu mevcut emas elbette. Hazır sizler öz dünyalarından ayrılganğa az degende 10 neçə yıl oldu. Balamni qutqizib sizdan o'tib qalay. Balamni qutuldirib eling. Bu yerda signal topmaydi ekan. Ular bizni topqicha xeyli vaqt ketishi mumkin. Azad! Azad! Yaqay. Shu Bo'ldi, yasalmını qilmanglar. Bu aralda mush vaqtgacha yashalganlardan sizlarning odatdagi odamlar emasliklaringiz chiqib turadi. Ammo esinglarda bo'lsin. Har qancha yomon odam bu sirliq orolda ezib qoladi. Bu orol bir tilsim orol. Taraflarni farq etmek to'limi mushkul. Hatto men ba'zida menga yo'limni topolmay qolaman. Amsi xafa bo'lmay bizga yo'lni ko'rsatib berasizmi? Dedi Shayra. Mana Mao tarafda mansanglar kelgan yo'linglarni qaytalaysizlar. Biz aeroplanning quyruq qismi tushganiga bormoqchidik. Dedim men. Ma'lum bizning chiroyimizga hayron bo'lgan qiyofatda birdam qarab turgandan keyin javob berdi. Amisi Mao yo'linishga qarab menglar. U yerga boradigan yo'l yo'q. O'zinglar yo'l ichib mengishinglar to'g'ri keldi. Chadaq yo'q. Biz o'zimiz amal qila olamiz. Dedim men. Hech qisi yo'q. Yo'lda ko'proq ehtiyot qilinglar. Aras, bu orolning ba'zi yerlari odamni xiyoliy tuyg'u paydo qiladi. Shunga sizlar qattiq ehtiyot qilinglar. Xiyoliy tuyg'uda bo'lgan vaqtinglarda ko'zinglarni yumib, o'zinglarni qattiq qachatlab, aslinglarga kelib olmasanglar, o'lib ketsizlar. Bu nima deganingiz? Qaysi yerda shunday bo'ladi? Dedim men. Keyincha bilib qolsa. U shunday deb yaqinning qarashlari bugitib, chatqallar orasiga kirib g'oyib bo'ldi. Shayra ishkimiz o ko'zitib qo'ygan yo'linish bo'yicha chatqallar orasiga mengib, yarim kundan oshganda oxiri aeroplanning quyruq qismi tushgan yerga keldik. Bu yerda birma odam ko'rinmaydi. Ammo atrofdagi naskeraklardan aeroplan yerga tushgandan keyin hayot qolganlarning bu yerda xeyli uzun uchish turganligini bilgili bo'ladi. Azad, buni qarang. Dedi Shayra yerdagi qurolni ko'zitib. Men darhol berib, o ko'rsatgan qurolni qo'limga oldim. Bu bir dona yerim avtomatik qo'sh atar bo'lib, ichida 2 pay o'q turadi. Men atrofga qaytadan zang silishga boshladim. Yiqiliyada o't yiqilgan yer bo'lib, o't allaburun o'chib, kulli qolgan edi. Men berib kulni bir chetga ishtirib atgandan keyin yerni olqini bilan tutib boqdim. Yer texichili issiq turadi. Bu yerda hayot qolganlar ekan. Dedim men Shayraga qarab. Shayra atrofga tekshir qarab chiqdi. Odam amu, qaysinglar ba? Odam amu, biz sizlarga o'xshash aeroplandan tushib ketganlar. Odam amu, deb vaqirdim men. Biz ba, sizlar aeroplandan tushib ketganlarmi? Dedi 7-8 yoshli chaqamisriki bir bola. U oldi tarafdagi chidir ichidan chiqqan edi. Sen bilan yana kim boshqa kichik? So'rdim men. Opam ba, ha rost, ukammi ba? Men shundala qo'limdagi qurolni yig'ishtirib, bolaning yiniga bordim. Opang qani? Ichida. Men chidir oldiga kelib, amdi chidir pardasini qayray deb turishimga ichidan ovoz anglandi. Kechiringlar. Sizlarni yomon niyatli odamlarmikin debdiq. Dedi bir ayol. Ichidan nihoyat chiroyli, oy kuni yiqilishib qolgan, eg'ir oyoq bir ayol chiqqan edi. Voy, bu yerdagi bu dunyo ko'z ochmagan shaki chiqib ekan-ku. Qanchaylik bo'ldi? Dedi Shayra va u ayolning qo'sqini yenik silab qo'ydi. 7 oylik bo'ldi. Uning salomat tug'ilishini umid qilaman. Dedi u ayol. Mening ismim Shayra. Mening ismim Shayra. Tashqi kasal doktori. Bu yoq bo'lsa Azad. Alhayda qism askari. Dedi Shayra bizni tanishtirib. Siz rastli doktormi? Bu bek yaxshi bo'ldi. Mening ismim Tav.
bu o'g'lim Şavfey. Bək bəxtli ekansiz. Qani yuring, biz bilan qolganlarning yeniga qayting. Bo'ladi. Biz Tavtav va uning bolasini elib dengiz bo'yiga qaytib keldik. Bu chaqda Yubo bilan Avimo boshqalarni boshlab kelgan bo'lib, dengiz bo'yi xeyli obod bo'lib qolgan edi. Biz dengiz sohiliga kelib, 2 kun bo'lgan bir kuni Mengvi, Yubo va men uchimiz o'rmonlikqa ovlig'iga kirib ketdik. Kun kech bo'lay deganda qaytaylikda tursak, dengiz sohil tarafdan quyuq qis ko'tarilishga boshladi. Biz bir ish bo'lganligini sezib, sohilga qarab yugurdik. Sohilga qaytib kelganimizda ko'rganimiz bo'lsa, chidirlar o'rilib o't qo'yilgan. Daraxtlar o'rilib, hammaga vayronchilik bilan to'lgan edi. Yerda 7-8 jasad yotadi. Yubo bu ahvollarni ko'rib, xudini yo'qotib qo'ydi. U yerda tizlanib qolgan edi. Mengvi bo'lsa, hammaga qo'rqinish aralash qarab turadi. Bu zoti nima ish? Buni kim qilgandi? Dedi Mengvi. Bu heliqi qor tutakning ishira qiladi, dedim men. Endi qanday qilamiz Azat? Shuncha odamdan aran uchimiz qoldikmi? Avval tang'assun, ondan ahvol qarab bir ish qilaylik. Uchimiz o'lganlarni dafn qilib atgandan keyin udul kelgan yerda yetib aram oldik. Qo'rsqimiz osh bo'lsa-mu, galdan bir narsa o'tirganda qilmaydi. Hatto uyqum yo'q. Bugungi bu ishlar menga alohida qismdagi vaqtimni eslatgan edi. Qismdagi vaqtlarni eslab yotganimda Yubo gap qildi. Nima xiyol qilyapsa Azat? So'rdi u. Men qismdagi chaqda Berma chegarasi atrofida o'ltiraqlashgan bir kanit bor edi. Bu kent kichik bo'lsa-mu, ammo bakla obod edi. Biz har qitim vazifa ijro qilgan chaqlarda va manevr qilgan vaqtlarimizda bu kentga kelib, ussuzlik ichib, kentkilarning qilamagan ishlarini qilish berib ketdik. Bir kuni komandir bizni Berma chegarasini chorlashga buyurdi. Bunda qilishlik sabab har yili mushu mezgilda chegaradan o'g'irlik cho'tib, zahar sodasi qiladiganlar nihoyat ko'p edi. Biz shu kuni tush bo'lganda yiliq kentga qarab mangdik. Kentga oz qolganda kent tarafdan o'q ovoz anglandi. Biz bor kuchimizni chiqarib yugurdik. Kentga kelgan chig'imizda kentning butunlay xarobilikqa aylanganligini ko'rdik. Hammaliyada o'tlar kuyib yotadi. U manzarani ko'rgan kishining yuragi etishmay qolmaydi. O'lganlarning cho'ngi 70-80 yoshlarda, kichilari tig'i yeshig'i yetmagan bu vaqt bolalar edi. Atkaschilar butun kentdagi odamlarning birini qo'ymay qirib atgan edi. Bizni doim xushchiroy bilan kutib oldigan bu voy momaylar. Bizga erkilaydigan bolalar. Hammasining jasadi yerda yotadi. Biz g'azabdan portlalib ketaylik deb qolgan edik. Tuyuqsiz orqa tarafdan bir shap keldi. Men darhol orqa tarafga qaradim. O'rmonlar orasida biraylarning bizga qarab turganligini ko'rib qoldim. U odam bizning oramizdagi odamlardan emas edi. Men chachirab o'rnimdan turib, u tarafga qarab yugurdim. Yubo bilan Mengvimo mening tuyuqsiz yugurib ketganligimni ko'rib, bir ish bo'lganligini bilib o'g'ay, darhol orqamdan yugurdi. Yiliq odam bizning o'ziga qarab yugurganimizni ko'rib, orqaga burilib, quyuq o'rmonlikqa kirib ketdi. Bizmi uning orqasidan yugurdik. O'rmonlar orasiga kirganda bo'lsa, u bizni topolmay qolmasin degandek, qarasini ko'zitib qo'yibla, qayoqlarga turg'ayib bo'ladi. Biz uni quyuq o'rmonlar orasida qo'g'laverdik. Qanchalik mang'inimiz noma'lum. Bir chaqda yerib, holimiz qolmaganda o'zimizning tog' cho'qqisiga chiqib qolganligimizni his qildik. Yiliq Natulu soya yana bizni ko'rmay qolmasin degandek, egiz bir cho'qqiga chiqib, cho'qqining orqa tarafiga sakirdi. Biz uchimiz tangla uningga qarab yugurdik. Cho'qqining orqa tarafi tiqiya bo'lib, yiliq Natulu soya yana g'oyib bo'lgan edi. Azat, o nima? Dedi Yubo. Men beshimni ko'tarib, u qarg'an tarafga qaradim. Ko'z oldimdagi manzaraga qarab, ong-tong bo'lib, buning rostligiga ishonish yoki ishomasligimni bilmadim. Tövəndə qadimiy bir shahar bor bo'lib, shaharning hammalari oltindan yasalgan. Imoratlardan tortib, hatto dastlab turgan yerlarmi oltindan yasalgan edi. Bu manzarani ko'rgan kishining hayron bo'lmasligi mumkin emas edi. Men shaharning hammalariga qarab chiqdim. Shahar chambar shaklidagi sepil bilan qo'rishalgan bo'lib, biz turgan cho'qqining udulda shahar qo'q turadi. Bu qo'vuq shaharning qoq o'tirsidagi cho'ng ko'chiga ulangan edi. Bu cho'ng ko'chining oxirisida bir sahnaga o'xshash bir yer bo'lib, bu sahnaning o'rtasida bir o'nkurga o'xshash to'shik turadi. Qanday qilamiz Azat? So'rdi Mengvi.
avval kuzatib boqayli. Balkim bu yerdan ketishning bir amali chiqib qolar. Biz shu cho'qqining ustida turib shaharni kuzatib o'tdik. Vaqt bir izida to'xtab qolgandekla, bakla osti o'tib o'tadi. Bir chaqda orqa tarafimizdan shapanglandi. Üçümüz tangla arkamızga burildik. Ovoz chiqargani Shoira edi. Uning yuz ko'zi, badallari yorilinib, qon izlari ro'shan ko'rinib turardi. Shoira, bu sizmi? Men shundoq deb uning yoniga kelib, uni ixtiyorsizlik bag'rimga bosdim. Shoira meni chin quchoqlab turardi. Bir chaqda Shoira sal xijil bo'lgan bo'lsa kerak, meni asta ishtirib qo'ydi. Ikkimiz sal o'ng'aysizlanib qolgan edik. Bu o'ng'aysizlikni yo'q yo'q qildi. Shoira, siz qanaq bo'lib bu yerda bo'lsiz? Dedi u. Zoda nimish bo'ldi? So'rdim menmi orqadanla. Hammaylar gulxon yiqib cho'rtab o'tirib, ko'ngildagi gaplarni qilishyotdi. Tuyuqsiz bir to'p kishilar kelib bizni qo'rishib oldi. Qarshilik qilganlarni o'ldirib Ondan bizni qo'limizda bog'lab elib minishdi. Biz tuvandagi av yerga kelganda, men ularning orqada qolgan ikki odami bilan elishib qochdim. Bu yerga kelganda sizlarning ovozinglarni anglab qoldim. Boshqalarchi, ular hayotmi? So'rdim men. Ko'p qismi hayot. Amsi ularni cho'qim qutuldirib chiqamiz. Ammo biz ularning nima ketganligini bilmaydigan tursaq. Bu yoqqa keling. Men shundoq deb Shoiraning oldiga mangdim. U orqamdan kelib, Altun shaharni ko'rib, hayronlikda turib qoldi. Bir hazardan keyin esiga kelib, menga savol nazarda qaradi. Ular cho'qim bu shaharda. Biz yarim kechadan chiqanda shaharga kiramiz, dedim men. Shundoq bo'lishi mumkin. Chunki ularni oltin savut kiyib olgan ekan. Ularning soni bakli ko'p azot. Biz tankilanmaymiz. Biz o'g'irlikchi kiramiz. Siz bu yerda turib, bizni saqlasangiz bo'ldi. Yo'q, men hargiz bu yerda qolmayman. Nima bo'lsam sizlar bilan tang birga bo'laman. Dedi Shoira qo'limdan tutib turib. Amsi yaxshi. Yana bir soatdan keyin yo'lga chiqamiz amsi. Bir soatdan keyin? Nimanchi baldur? Bir soatdan keyin yerim kechimi bo'lmas dexe. Dedi Mingbi. Bir soatdan keyin yo'lga chiqsak, biz Avsiyabil bog'icha oldirmasak yerim kechi bo'ladi. Dedim men. Shuningdan keyin hammamiz cho'qqidlik qiyib, aram elishga boshladik. Bir chaqda Yuboning ishchisi qildi bo'g'ay, jimjitlikni buzdi. Azat, Berma chegarasidagi ishlarning oxirini so'zligina, dedi u. Biz ularning orqasidan 2 soatdek qo'g'lab, oxiri ularga yetishdik. Ular bizning kelishimizdan bexabar bo'lsa kerak, nihoyat asta menayotgan ekan. Shuning bilan bir maydon keskin jang boshlanib ketdi. Ularning soni bakli ko'p edi. Biz bo'lsak aran 13. Shunaqdimi ularga bo'sh kelmayotgandik. Boshda bilan bo'lgan aloqamiz uzilib qolgan edi. Shunga yordamga odami kelmaydi. Bir chaqda qarish taraf marganlarni ishga soldi bo'g'ay, bizning 3 odamimiz orqa-orqadan yiqildi. Biz hujumdan bara-bara mudofiaga o'tib qoldik. Bizning turgan yerimiz mudofiaga mos kelmaydi. Atkaschilar buni bilib qoldi bo'g'ay, bizga zorni fursat bermay qo'rishib keldi. Biz hamini bir o'lim deb jonni alqinga ap qo'yib, hujumga o'tib, ularni etishga boshladik. Yarim soatlik elish natijasida ularning tangdan to'la odamini yiqitdik. Ammo bizning odamlarimizmi o'lib, aran to'timiz qolgan edik. Oxiri ular taslim bo'lib, qurollarini tashlashdi. Men bilan yaqin saddishim Vangyan ikkimiz orqada turib, ularni qo'g'dab turadigan bo'lib, qolgan ikkisi ularni qo'lga olish uchun mang'an edi. Kim bilsin, o ikkisi ularning yiniga os qolganda g'oyibni uchib kelgan o'q ularning naq mengisiga tekkan edi. Asli ularning yo'shirinib olgan narganlari bor ekan. Biz buni kechikib bilgan edik. Shunda qilib faqat ikkimiz qoldik. O ikkisini qurbon qilish badaliga men Marganning o'rnini bilib olgan edim. Darhol o'z hissiyotimni kontrol qilib Marganni etib tashladim. Qolgan 4 atkaschi yana askar borligini bilib, yerdagi qurollarni ilishqimi ulgurmayla qechishga boshladi. Men ularning orqasidan etib, ikkisini yiqitdim. Ammo yana ikkisi qechib ketgan edi. Vangyan ularning orqasidan qo'g'lab ketdi. Men bu qurolni tashlab ularning orqasidan yugurdim. Ular xeyli uzab ketgan edi. Bir chaqda oldi tarafdan o'q ovozi anglandi. Ko'nglim bir shumliqni sezib, bor kuchim bilan yugurdim. Ancha uzun mangmayla Vangyanning qonga milangan jasadini ko'rdim. Shuncha satdoshlarimning o'limiga chidab kelib, Vangyanga kelganda men chidamagan edim.
qadamlarim yugurishdan to'xtab, uning jasdi oldiga tizilib qoldim. Ko'z oldim qorong'ulashib, xudimni yo'qotgan edim. Dal shu chaqda oldi tarafdan bir ovoz chiqdi. Qarsam bir ayol puchidan is chiqarib turgan qurolini asta tushirib İçimden bir g'azab etilib chiqib, yenimdan harbiy xanjarni chiqarib, uningga qaratib otdim. Ammo u qurolining tepkisini besib atgan edi. O'q mening o'ng mo'ramga tegdi. Xanjar bo'lsa, uning so'l qo'lining jaynikining ustirak yerini kesib o'tib ketgan edi. U qurolni menga tanglab turib, menga ziyonkashlik qilg'usi yo'qligini, joyimdan qimirlamasligimni aytib ketib qoldi. Shuncha odamni qurbon qilib, shu qitimqi jangda ikki jinoyatchini qochirib qo'ygan edim. 12 septishimning jasdini bir yerga yig'ib, yog'ochdan bir nosluk yasidim. Ondan ularni bir-birlab Jungo chegarasi ichiga elib ketdim. Hammasini to'shib bo'lganda yordamchi askarlar yetib keldi. Men tuanga qaytgandan keyin boturlik ordeniga erishgan bo'lsam-mu, xush bo'lolmadim. Chunki 12 septishimning o'limi ko'z oldimdan ketmaydi. Toki hozirgacha ko'zimni yumsamla, ularning o'limini ko'raman. Shuningdan keyin qichib ketgan ikkisini topa oldingmi? So'radi Mingvi. Yo'q. Ularni qayta uchirtib baxmadim. Balki Meliq ayolni qayta uchratgan bo'lsam-mu tonimagan nima? Chunki u chaqda u yuzini sharpa bilan yugib olgan ekan. Men Shayraga qaradim. Uning chiroylari tatirib ketgan bo'lib, ko'zlariga yosh to'lgan edi. Shayra? Shayra? Dedi u jiddiylashib. Nima bo'ldingiz? Bir ish bo'ldimi? Bearam o'tamsiz? Yo'q ay. Hech ish bo'lmadi. Ozroq xiyol surib qoptiman shu. Bo'ldi amsa, vaqtni bir yerga berib qopdi. Amni yo'lga chiqayli, dedim men. Men bosh bo'lib oldirdim mangdim. Keynimda Shayra mangan edi. Biz tövanga tushayotgan bo'g'ashqimi yo'limiz aynayotdi. Ancha uzun mangmayla Sepil demining ostiga keldik. Ondan Sepilning eng pakar yerini izlab, shu yerdan yamishib Sepil ichiga tushdik. Sepil ichidagi bu shaharni yaqinda turib ko'rish kishiga ayrim tuyg'u beradi. Tuyuqsiz nereden keldikin 7-8 altın savutluq lashkarlar uzun nayzalarni bizga tanglab keldi. Ularning turqidan biz midirilsaqla qo'ldagi nayzi bilan bizni o'ldirib yetirgandek qiladi. Shunga ular yiqiroq kelganda hujum qilishni ko'nglim yopib, Yo'bo bilan Mingviga ishorat qilib qo'ydi. Ular yaqin kelishiga men yari sepilab bir mullaq etibla bir lashkarning qo'ldagi nayzidan tutib oldimga tatdimda, ondan uning so'l qo'ldagi qalqanni uning beshiga urlab ishtirdim. Lashkar qo'ldagi nayzini qo'yib qalqanda o'zini dalda qilib menga mush atdi. Kutilmagan yerdan kelgan bu musht menga xeyli qattiq tekan edi. Men mushtumni egiz ko'tarib uni urishga tamshalganda u qalqanni egiz ko'tarib o'zini qo'g'dimoqchi bo'ldi. Fursatni g'animat bilib nayzini uning qo'rsqig'iga zardi bilan sanchidim. Lashkar joyiga yiqildi. Lashkar joyiga yiqildi. Buni ko'rib qolgan lashkarlar menga etildi. Amni bir ilish aydab turganimda orqa tarafdan 10 necha lashkar uzun nayzlarni bizga qaratib bir xil qadamga kelayotdi. "Kelinglar, hammamiz bir-birimizga orqamizni qilib turaylik", dedim men boshqalarga qarab keskin ohangda. Ularni ma'qul degan ma'noda boshlang'ich deb yenimga yig'ilishdi. Lashkarlarning menishi bir xil edi. Yonda turgan lashkarlarmi bizga hujum qilmasdan nayzlarni bizga tanglab qistab kelayotdi. Men qo'limdagi nayzini bir lashkarning beshini qarg'ilib otdim. Nayza lashkarning ko'zidan teshib kirib ketgan edi. Bu fursatda yerda mullaq etibla ikki nayzini qo'limga ilib, birini Yo'boga, yana birini Mingviga berdim. Qiziq yeri lashkarlar yanada bir xil suratda kelayotdi. Biz tamga taqishib qoldik. Amdi chekingudak yer qolmagan edi. Qachayil desak, ular bizni qorishib olgan edi. Nima qilarimizni bilmay, tutib turganimizda Sepil ustidan biraylarning ovozi anglandi. Qo'linglarni egiz ko'tarib, tizilib olinglar. Bu ovozni ilgari anglabmaqmagan edik. Hayron bo'lib yuqori qarasam hech kim yo'q. Amalsiz uning deganda qipqaqayli deb nayzini tashlab, qo'limizni beshimizdan egiz ko'tarib tizlandik. Bu chaqda ularning nayzlari bizning ko'z oldimizga kelib bo'lgan bo'lib, yana daqiqa kechikkan bo'lsak, ularning nayzlari badanlarimizni teshib kirib ketadiganday qiladi. Yüzümge tegib turgan nayza birdilla yig'ilib, lashkarlar ikki qo'limizni tutib so'rab apmangdi. Ular bizni qo'vuq darvozasining udildagi heliq sahna oldiga akilib, sahna oldidagi maydonga tiklab qo'yilgan to'riklarga bog'lab qo'ydi.